Git yürü. Yürü. Aka masala beldi girejasini to'g'rilaydigan. Beldi girejasini to'g'rilaydigan. Hali bu o'yindan nima qilib tortayotganlar-chi? Bu bo'yini girejasi. Ha, bu beldi girejasi. Bu nech pul bu aka? Bu 1 million 400 ming so'm. Aka videoga olyapmiz, noto'g'ri tushunmang. Undan tashqari sizlar ketib qoladi. Ha, ko'rib turganlaringda belida girejasi borlar uchun uyda mana maxsus tabiiy yechim. Oyoqlarni qisinglar. Narxi nech pul edi? 1 million 400 ming. 1 million 400 ming so'm. Undan tashqari qonun yo'qotmoqchi bo'lganlar. Ha, ana akamiz kelib mana xarid qilib ketyaptilar. Undan tashqari mana ko'rib turganlaringiz lijniy deysizlar, mushoy deysizlar, turniy brus. Undan tashqari ko'rib turganlaringiz sport anjomlarini optim sotiladigan joyga kelganmiz akalar. Undan tashqari ko'rib turganlaringiz Xitoyda stolli tenislar, balonlarni qarang, bemalol sudlab ishlatsangiz bo'laveradi. Eng zo'r tomoni 3 million 700 ming so'm bo'ladi xolos narx. Shuni qo'yasiz. Past akalarimiz nomerini qoldirdim. Kimga shunaqa optim narxda sport anjomlari kerak bo'lsa, gardenlar kilosi 10 ming so'mdan bo'lib ketdi. Ya'ni 1 kilosini 10 ming so'mdan bo'lib bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. 2 million so'mdan veritrinaj yo'li. Pastda nomer qoldirdik, aloqaga chiqib, diyoringizni olim deyishingiz chiqmas.